Prezidentimiz ham omon bo'lsin. Hammasidan minnatdorman. Hozirda mana o'g'lim yaxshi. Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati, Andijon shahridan keldik. O'g'lim Abduhalimov Oyatullohdi. Yuraklari tez bezovta bo'lardi, taxikardiya bo'lardi. O'zi ham qiynalar edi. Bizga shu operatsiya qilishlik uchun buyurdilar. Biz shu ezgu niyatga keldik. Bu yerda doktorlar ijobiy yaxshi operatsiyalar qilib berdilar. Bizga necha moddiy yordam kerak edi. Fond tomonidan bizga yordam berdilar. Kattakon rahmat. Dunyo turguncha tursin. Ularni qo'llab-quvvatlagan prezidentimiz ham omon bo'lsin. Hammasidan minnatdorman. Hozirda mana o'g'lim yaxshi tilaklarni, yaxshi niyatlarni bularga tilab qolaman. Bizni shunday insonlarni qo'llab-quvvatlagani uchun rahmatlar aytaman. Bizga sarflagan moddiy pullarini Allohim o'rnlarini to'ldirib qo'ysin. Hammanglarga rahmat.